Turk qiziga uylangan bir o'zbek akamizdan oilada kimni gapi o'tadi deb so'radim. U kishi ba'zan mana ham gapib o'tib turadi deb aytdilar va hazillashganlari yo'q, haqiqatdan jiddiy aytdilar. Ya'ni bir rus qiziga uylangan akamizdan so'radim, ya'ni hayotingizdan mamnunmisiz deb. Yaxshi deyaptilar, lekin bunaqa qilganing uchun bunaqa qilaman. Eslaysanmi bunaqa qilganing? O'sha uchun men bunaqa qildim degan prinsiplari bor ekan. Ya'ni bizning mentalitetda oilada kimni gapi bo'ladi desa, erkak kishini gapi bo'lishi kerak degan qoida bor. Agar siz turkiyalik qizga uylansangiz, bu qoidadan voz kechib olishligingiz kerak. Endi ba'zan erkakligingizni his qilib turing deb ba'zan gapingizni o'tishiga qo'yib berishadi, ba'zan, lekin odatda ayolingizning gapi oilada birinchi hisoblanadi. Agar rus qizlariga uylansangiz, prinsiplariga ko'nib yashashligingiz kerak. Lekin sizga bu muammolarni birortasi kerak bo'lmasa, o'zbek qizlaridan qo'ymasin. O'zbek qizlari oilada erkak kishini gapi bo'lishi kerak deb aytadi yoki aytardi.